Assalomu alaykum qadrli do'stlar, dunyo bo'ylab kanaliga xush kelibsizlar. Bugungilik videomiz YouTube olamiga yangi kirib kelgan do'stlarimiz uchun qanday qilib tez obunachilar to'plash va qanday qilib kanalni tez rivojlantirish haqida. Hurmatli yangi boshlayotgan blogerlar, men o'zim ham 3-4 kun oldin kanalni ochdim. Men o'zim ham yangi blogerman. Taki bir-birimizni poddeshka qilishimiz kerak. Meni kanalimga obuna bo'linglar, kommentariyaga yozib qo'ygizinglar. Men ham shu kommentariyadan sizlar kanallaringga kirib, sizlarning kanallaringga obuna bo'laman. Hatta ne только men podpisatsiya bo'laman. Shu boshlayotgan blogerlar shu kanalni rivojlantirish haqida yozishadi, video chiqqandan keyin kirib ko'rishadi, kommentariyaga tushgandan keyin уже hatta ne только men shu kirib ko'rayotgan blogerlar ham podpisatsiya bo'laveradi kommentariyada. Shunaqa qilib bir-birimizni poddeshka qilib, misol uchun men aytmayman bir 10 mingta, 20 mingta obunachi to'plab olamiz, lekin bir 5-600 ta bo'ladimi, 1000 ta bo'ladimi. Podpisatsiya bo'lgandan keyin o'z-o'zidan kanal o'zini o'zi kuchaytirib boraveradi. Qancha ko'p like bo'lsa, qancha ko'p obunachi bo'lsa, shu obunachilarda ham obunachilarga video tarqashni boshlaydi. Shunaqa bo'lib 10 ta 20 ta 10 ta 20 ta bo'lib kanal sekin o'sishni boshlaydi, effekt bo'ladi. Do'stlar, videodan shunchaki chiqib ketib qolmanglar, podpisatsiya bo'linglar. Shu narsani bir попробовать qilib ko'raylik.